Qo'shilgan qiymat solig'idan aylanmadan olinadigan soliqqa, ya'ni 4% soliqqa o'tish niyatida bo'lgan tadbirkorlar diqqatiga. Vaqtingiz juda ham kam qoldi. Jami daromadi 1 milliard so'mdan oshmagan qo'shilgan qiymat solig'i to'lovchilari aylanmadan olinadigan soliqni to'lashga o'tishlari mumkin va buning uchun soliq organini xabardor qilish kerak. Shu bilan birga bunday tadbirkorlar majburiy qo'shilgan qiymat solig'i va foyda solig'i to'lovchilari bo'lmasliklari ham talab etiladi. Buni tekshirish uchun Soliq kodeksining 461-moddasini qarab chiqishni maslahat beramiz. Misol uchun, faol import shartnomasi bor tadbirkorlik subyektlari faol import shartnomalarini yopib qo'yish talab etiladi. Aylanmadan olinadigan soliqni to'lashga o'tmoqchi bo'lgan korxonalar ushbu soliqni to'lashga o'tishi haqida soliq organini navbatdagi soliq davri boshlanishiga qadar 10 kundan kechiktirmay xabardor qilishlari talab etiladi. 10 kalendar kun deyilmaganligi sababli 10 ish kuni hisobga olinadi. Demak, soliq rejimini o'zgartirish uchun 2025-yil 17-dekabrgacha o'sha kun ham belgilangan tartibdagi arizani shaxsiy kabinet orqali taqdim etish kerak. Xabarnoma May 3 soliq sayti orqali yuboriladi. Agar bu jarayonda chalkashlik bo'lsa yoki qaysi soliq rejimi sizga foydali ekanini bilmasangiz, bizga murojaat qilishingiz mumkin.